Hop, marketing, blockchainga marketing strategiyani joylashtirsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta, men bo'lmas ekan. Uning bir qancha yo'llari bor. Eng mashhur 6 ta. Token asosidagi marketing usuli bor. Buni otab tokenomics deyishadi. Airdroplar degan narsasini qo'llaydi. Staking qilib turib mukofot olsa bo'ladi bunda. Keyin referral tizimi bor buni. Bu tokenomics degan ataladi. Ikkinchisi DAO orqali community bor. DAO orqali yig'ish. Marketing strategiya bor. DAO deyishadi. Bitta aktiv ishtirokchilarda ovoz berish huquqi bo'ladi bularda. Keyin brend ustidan communityni nazoratga kuchaytirish degan anaqasi bor, sistemasi bor o'zini. Bitta brendni loyihani ustida o'z communityni nazorat qilib kuchaytiradi, nazoratini. Uchinchisi NFT asosiy marketing strategiya bor. NFT orqali brend identifikatsiya yaratiladi. Maxsus NFT egalari uchun eksklyuziv kontent yoki bonus beriladi. Bu bilan NFT orqali sodiqlikni kuchaytiradi. O'zingizning blockchain aqlingizga. O'zingiz brendingizga yoki mahsulot o'sha chiqargan. To'rtinchisi on-chain bor. On-chain tracking analiz deyishadi. Shunaqangi unda smart kontrakt orqali ishlatiladi. Ya'ni to'lovni va anaqalarni ko'rib turasiz strategiya orqali. Daplar bor keyin. Web orqali influencerlarni marketing qilish anaqasi bor.